Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz. Biz Nilufar Yusupovamiz. Hozir sizlarga o'zingizga energiyangiz kamayib qolganida energiya berish uslubini, texnikasini ko'rsatamiz. Albatta, pozitiv kayfiyat sizdan juda ham muhim talab qilinadi. Mabodo sizda energiya yo'q, mabodo sizda ishga borishga hafsala yo'q, mabodo sizga biron bir tadbirni o'tkazishga hafsala yo'q. Xuddi go'yoki kuchingizni kimdir tortib olayotgandek his qilyapsiz. Bunda nima qilasiz? Odamlardan xoli joyga o'tasiz. Qarsak chalasiz. Bo'ldi, energiyam o'z joyiga keldi deysiz. Ikkinchi texnika. Undan tashqari, sekin boshingizni ushlaysiz. Sekin ikki yonchakkingizni yaxshilab massaj qilasiz. Energiyam o'zimga qaytsin deysiz. Va nihoyat undan tashqari o'zingizga sekin urishib ishga jo'natishga harakat qilasiz. Ha, o'zingizni urishasiz. Texnikamiz shundan iborat edi.